Agar ta'lim tizimida faqat bitta narsani o'zgartira olsangiz, nimani o'zgartiramiz? Ustozlarga bo'lgan munosabat. Qaysi ahvoldan qaysi ahvolga? Yapon metodikasi ko'p misol qilib aytiladi. Ustozlarga 3 ta narsa berdik deydi ular. Ular bizga olamni olib keldi. Ikkinchi jahon urushidan keyin bomba tashlagan davlat ekonomika diyetga kiradi. Ya'ni 40 yil mobaynida shu narsaga yetib keldi-da, 90-yil juda oldinga o'tib ketdi. 3 ta narsa berdik. Birinchisi, imperator hurmatini. Diplomatning daxlsizligini, vazir oyligini berdik. Mayli, oylik masalasi bu ekonomikaga bog'liq, lekin ikkita narsa bizni qaror va xohish bilan siyosiy iroda bilan hal bo'ladi. Unga daxl bo'lmasin, diplomatning daxlsizligi, bemalol qamoq qo'ymasin, tahdid qila olmasin, himoyalangan bo'lsin statusi va imperator hurmati bo'lsin. Ya'ni eng hurmatli shaxs kim desa ustoz bo'lsin. Agar ustozga nisbatan muhabbat bo'lmasa, ilm yuqmaydi.